Zilzila va boshqa samoviy va arodiy balolardan salomat bo'lish uchun 40 ism duosining 28-siga murojaat qilinsa, Allohning izni bilan maqsad hosil bo'ladi. Qutbul Irshodda shunday keladi: kimki bu ismni zilzilani va chaqmoqni va shamollarni va yomg'irlarni va boshqa samoviy va arodiy balolarni daf qilish, undan omon bo'lish niyatida 25 marotabadan o'qib yursa, albatta Allohning izni bilan bunday balolardan, ofatlardan salomat bo'ladi. Yoki zilzila boshlangan vaqtda darhol o'qisa, u turgan manzil va uy omon qoladi. Allohning izni bilan albatta. Yoki qattiq shamol va yomg'ir turgan vaqtda o'qisa, undan keladigan ofatdan salomat bo'ladi. Yoki chaqmoq chaqa boshlasa, o'qisa, undan eminda bo'ladi. Har kuni ertalab va kech o'qiydigan virdlari orasiga qo'shib olib 25 marotabadan o'qib yursa, har qanday balo ofatlardan Alloh o'z panohida asraydi. Ism budur: Ya qohiru zal batshi shadid antallazi la yutaqu intiqomu.